Xo'p, bugungi yig'ilishimizni asosiy sababi men sizlarga hozir mana 2-3 ta namunalar tayyorlab qo'ydim. Bularni ishlatish sohalari bo'yicha yana nima sohalarga ishlatish mumkinligi to'g'risida hozir qisqacha o'zim fikrlarimni aytaman. Sizlar ham shunga qarab davom etaverasizlar. Masalan, bu hozir bizda har xil to'qima stullar yoki qanaqadir yuk ko'tarish uchun yoki mashina tortish uchun shunaqa sohalarni klientlari zakaz qilishi mumkin bo'lgan tros. Bu masalan mana hozir bizda eko sumka uchun ishlatilayotgan burama HBdan to'qilgan arqon. Mana bu bizda hozir voyenniy sohada ko'p ishlatilayotgan har xil kamarlar, har xil tasmalar uchun baquvvat remen. Bulardan tashqari, bu sohalardan tashqari yana bularni chorvada ham ishlatsa bo'ladi. Masalan, bundan nuqta yoki tuya boylash uchun ishlatish mumkin. Buni masalan qo'y boylash uchun ishlatish mumkin bemalol. Mana bu remenimizni masalan ot yoki buqalarni boylash uchun ishlatish mumkin. Bu 2 tonna ko'taradigan remen bemalol uni hayvonlarni ham bog'lab qo'yishga yetadi. Ya'ni sizlar har bir yangi chiqayotgan mahsulotda o'ziga yarasha boshqa sohalarda ham ishlatilish joyini topib, o'sha joylarga o'zingizlarning tavsiyalaringizni, o'zingizlarning mahsulotlaringizni taqdim qilishingiz mumkin bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bizning aksessuar faqat tikuv yo'nalishida emas, boshqa sohalarda ham kerak bo'ladigan mahsulotligini targ'ibot qilsanglar bo'ladi bemalol. Tushuntira oldimmi? Mana bu mahsulotlar hammasi 3 xil направлениедagi mahsulot, lekin boshqa sohalarda ishlatilyapti. Tushuntira oldimmi? Hammaga rahmat.